Holy sh... Wow, yaqinlar. Pul bilsak bo'lmaydi. Zakaz. Hozir keladi, suratga tushiradi, albatta qilamiz. Kelib, to'xtating, hozir olib kelaman. Mana yaqinlar kelib, qo'shamiz, endi ochamiz. Mana yaqinlar bu achki nomi o'zi mana eye beauty massager, ya'ni ko'zlarda, qovoqlarda atrofini massaj qilar ekan. Yana menda mana charchoq izlari bor, mana ko'zlarimda dog'lar bor. Qarang, bir taqib ishlab ko'raychi, natijasi bo'lsa, rostini aytaman sizlar uchun. Ketdik. Wow. Bu joylar past ekan. Yaqamiz, bismillah. Yo'qda. Wow, vibratsiya bo'lyapti. Wow. Xo'p, yaqinlar endi taqib ko'ramiz. Ketdik. Wow. Xo'p, endi hozir 10 minut vaqt beramiz. Qanaqa holatda ishlaydi ekan? Ketdi. Ish qilib ertalab tursam, cho'rni belli ko'radigan bo'lib qolmaymanmikin, ha? Xudo saqlasin. Xullas yaqinlar, xulosaga o'tamiz. Qani olamiz? Wow. Nimadir o'zgartimi? Battar bo'ldimi? Yaqinlar endi buni effektini aytadigan bo'lsam, vibratsiyasi juda ham zo'r ekan. 2 xil 3 xil holatda vibratsiya bo'lar ekan bu yoqqa bir narsalar qilib massaj qilar ekan. Shu joyi yoqdi menga to'g'risi. Buni ishlatishdan oldin betingizni yaxshilab yuvib, qanaqadir bir kremlar suvga turib, keyin taqib dam olib yotish kerak ekan. 10 minut, 15 minutda bu massaj qilib, ko'zdagi toliqishlarni, boshqalarni olar ekan. Yaqinlar buni har doimgidek 10 kun, 15 kun ishlab ko'rish kerak, natijasini ko'rish uchun. Endi men shunchaki obzorni qilib berdim bu narsani. Menga to'g'risi massaji yoqdi. Mana videolarimni yoqayotgan bo'lsa, albatta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Xudo xolasa bundan zo'rlar hadislar kutyapti. Allohga omonat.